Hozir xato qimmatga tushishi mumkin. Lokomotiv hisobni ochadimi? Zarba, darvozabon to'pni qaytaryapti. Diego 7-raqamdagi Ilyos Mallayev to'pni olib bergandi. Matvaliyev, Azam, Diego to'pni maydon tashqarisiga. Demak, davom etamiz. Farhod Abdumavlonov raqibdan to'pni olib qo'ydi va darhol zarba yo'lladi. Diego qaytarmoqda. Lokomotiv Okemkani to'xtatib qolishi mumkin. Mazkur bahsda imkoniyatlarga ega bo'layapti. Qodirov, Nig'matov, Qodirov, Bitorayev, zarba aniq. Darvozabon Diego. Yana bir oddiy qurinish. Islombek Bitorayev darvozabonni yaxshigina sinovdan o'tkazyapti. Diego juda kuchli zarbani qaytardi. Birinchidan aniq edi zarba. Kada Diego 16 soniya oldingi chiziq qapas. Darvozabon Toskech qoldi. 2-daqiqada hisobni ochgandi. Keyinchalik Shahram Faxriddinov tenglashtirdi. Ikkinchi taym avvalida darhol xavfli vaziyat. Zarba edi nazarimda. Aniq. Matvaliyev, Diego chiqib keldi. Yaxshi harakat qildi. Leonardo raqib qo'shuviga kirib bordi va to'pni yo'qotdi. To'p maydonda qoldi. Farhod o'zi zarbani amalga oshiryapti. Yana Diego to'pni qaytardi. Eldor ortga. Azam Matvaliyev yuqoridan oldingi chiziq qapas. Raqib jamoasidagi hamkasbi to'pni ushladi. Kombinatsiya, aniq zarba, Sarvar Shoahmedov. Hozir takroran ko'ramiz. Darvozabon to'pni qaytaryapti. Shahram Faxriddinov tepib yuborgan ekan. Shu davomida ortga to'p qoldirilmoqda. Diego, aniq zarba. Keyingi urinish. Bosh bilan zarba va darvozabon Diego. Yana bir aniq urinish. Yana o'tmadi. Darhol qaytarib olishmoqda. Temir yo'lchilar. Azam Matvaliyev bu tomonda Diego.